Hafta tashbaqalar bor ekan, oka. Mana bunda qarang. Mana. Tashbaqalarni boqib qo'ysangiz, qo'lida yuraveradi, aylanib, bu ham qanaqandir viduqa beradi. Chiroyli, lekin tashbaqa ham boshqacha jonzot. Mana nechi pul oka kattasi kimdan? 50 ming so'm ekan, oka, bor yo'g'i. Yo kaptar qator, xullas Qoraqamish qush bozor. Abi oka, nechi puldan bular? Tasmiri. Mana hammasi qopqoni. 50 do'amiz. 50 dollarmi oka? Dollar. Dollarda 50 dollar ekan. Mana uddamidi anaqasi? Ha, bu katta o'yinchilar ekan. Yo'q, nechi pul bu aka? 70 do'amiz bo'lishadi, lekin tushirolmaysizlar. Ha, yo'q, 70 taqalgani. Boqaman seni ko'ringlar, bitta qoldi, mana sotib oldim, mana olinglar qo'lga olib. Ya qo'lga olaver. Ya men qo'lga ushlamayman, uchirib olaman. Ya, mana shu qabas tursin. Okalar mana ko'ring. 70 dollarga otdilar. Sayz paytda uddilardan bu. Sayz eski. Bu zoti bor, to'g'rimi? Tegi ildizi bor kaptar. Ha, bu anaqa-da. Okalar 70 dollar ekan. Eskuda. Buni bitta qoldimi bu doda? Bitta qoldi. Nomer ayting. Boshqa yo'q-da. Nomeringizni ayting. Boshqa kaptarlaringiz bor-ku. Ha, yo'q, bu bularniki. Ha, siznikimi? Hammasi 50 dami? Bular narxi bir xilmi? Yo'q, bular kelishdi, siz tanlayapti kelishdi. Ya, tanlashda emas, o'zi optimiga-da. Mana bitta 50, nechidan nechi pulgacha? 30 bor, 40 bor, 30 dan boshla, 20 dan 50 gachami? 80 bor, har xili bor. 80 liklari ham bor ekan. Bo'ldi. Okey, rahmat. Har xili bor. Ketdi, okalar. 30 dollardan 80 dollargacha bor ekan. Mana ham uddani nechi pul? 70 dollar dedilar. Bitta qolgan ekan. Dollar emas, so'mda. Ha, 70 ming so'mmi? Ha, men dollar deyapman. Bo'ldi. 70 ming so'm ekan, dollar emas ekan, uzr. Odamlarmi? Hop, kaptar qator. Odammi? Kuchuklarni yaxshi ko'raman, kuchuk-mushuklarni. Вот поэтому. Xullas davom etamiz. Keyingisi kaptardan keyin Mana arzonli. doda kaptarlar nechi puldan nechi pulgacha? Har xil 30 mingdan 50 ming, 100 ming. 30 mingdan 50 ming, 100 ming. Nechi puldan? 30 mingdan boshlanadi. Eng maksimum nechi pul doda? Nechta kerak? Ha, ragatkalar dodalar bor ekan. Ragatkalar nechi pul? Okey? Mana shu ragatga yoshida bitta shuni yasash uchun bilasizlarmi? Nechta daraxtni yo'q qilib yuborganmiz o'zi ham. Hozir mana tayyorlari bor. Mana bunaqa plastmassa varianti ham bor ekan. Xuddi shunaqa ragat yoshida yasash uchun 800 ta daraxt kelsa mana bunaqa joyini qidirib yurardik-ku. Rezinka ham bilasizlar qayerdan olishni. Rezinka muammosi bo'ladi. Daraxt kesgandan keyin rezinka muammo, keyin qaysidir qizinglardan boshqasidan aniq yana ber, men ragat kelsa olay deb so'rab yurardingiz. Shunaqa narsa-da. Hop, kaptar bozordan chiqib ketamiz, demaysiz, kaptar jazo aktivit qilmaymiz, вот поэтому. Bu yoqdan aylanib, qushlarni aylanib, keyin tepaga anaqasiga chiqib keturamiz. Короче, endi Savalarga kiramiz. Sava qush bozoriga kirib, hammasini ko'rib chiqaman. Mana qo'qil. Men har doim mashdan mana qanaqalardan olib, savalarni ko'rsatib, boshqa qilib, mana qanaqa qush ekan? Aka, mana qanaqa qush? Qora shaqshaq. Qora shaqshaq. Qora shaqshaq ekan ota. Men sayraydimi yo'q bilmadim. O'y sayraydi. Ketdim ham yo'q, yoymasdan kiraylik. Okalar, qora shaqshaq degan qush ekan, anu qarg'aga, kichkina qarg'a ekanda, mini qarg'a ekan. Mana shu qush bozor sava olsam agar zo'r turardi bozorda. Uyga borib qapasga qo'ygandan keyin qo'rpay olardi, to'g'ri? Keyin unga margan so'pga tayinlab, uni tayinlab, buni tayinlab qilib, vaqtim o'tib tugab ketardi, to'g'ri? Hop, mana bular chijiklarmi nima balo? Chijik bu aka nima oti? Egasi ketdi. Egasi ketdimi? Mana aka. Shuncha qush. Chijikmi nima bilmayman. Qo'qqonimda har doim xursand qiladigan qush shu edi-da. Maytatdan kelib bitta qapasga qarasam, xullas qo'qqon yopiq bo'lardi. Sava tushdimi deb xursand bo'lsang, qarasang, zelonishkami nima deb tushgan bo'lardi. Qushlarni o'zini oling. Qo'qillarni. Qo'qillar. Yillilar shekilli. Mana bunaqa.
Mana bunaqa xushgan bo'lardi har doim. Aka bet turing, bir marta. Mana ham zelonishga har doim qopqonimni ochsam, savo tushdimni qursam bo'lsa, ana shu zelonishga. Aka bu ham sayriydi, zelonishkalar. Zelonishga ham zo'r sayriydi lekin. Xo'p, mana savalar haqida bor ekan. Saval o'zi hozir ne ish bilan bular? Yapıyor. Hop, bu yoqda oyoqqa o'tamiz. Hop, akalar, endi baliqga kiramiz. Baliq tema ham zo'r babi. Baliqni ham ko'paytirishni bilsangiz zo'r tema bo'ladi, lekin baliqni ko'paytirish sal qiyinroqmi deb o'ylayman. Mana hafta boshlandi. Bularni kislorodda emas. Mana turgan pastligilar kislorodni emas, bular kislorodni baliqlar hammasi. Menimcha, ha, shunaqa. Tangadek baliqchalar. Mana bu yoqda ham okalar qarang do'dalari bor ekan. Oka, baliqlar ne ish bilan? Mana hammasi. 170 ming so'm. Mana oranji 170 ming so'm ekan. Qora qamish qush bozorda. Hop, mana polni dekoratsiyasi ekan. Men polni o'zi sizga hozir qush bozori mana qora qamish to'g'risida ma'lumot beraman. Har bittasini detalni emas, prosta ko'rsatib, qanaqa qattaligini bilmaydigan odamlar ham bor, shuning uchun aslida. Har xil dekoratsiyalar, mana bularni qarang, jivoyga o'xshaydi. Bularni suvga solib qo'ysangiz, voy, do'da ko'rinish kiradi-yu. Mana bu yoq poke to'la baliq. Bular 5 kislorod yoki kislorodi bor ekan, 5 kislorodmi deb o'ylayman. Har xillari bor ekan, gap yo'q. Bu yoqda ham bunaqa variantlar. Bu yoqda ham kislorodni variant, baliqlar har xil. Voy, mana tashbaqalar ham bor ekan. Gap yo'q, tashbaqalar degan narsa boqqim kelgan. Qatdan olishni bilmasdim. Mana endi bilaman. Ketdi, xullas. Bozorni pashti yarmidan aylanib chiqib bo'ldi. Mana bu yoqda boshqacha variantlari yo'q kelar. Hammasini ko'rsatib. Tangadek baliqlar. Qora qamish qush bozorida okalar. Mana ham dekoratsiyalarni qarang, prosta ish ustolingiz ustiga ham bunaqa narsa qo'yib qo'ysangiz, qanaqa chiroyli turadi, ko'ryapsizmi? Va shu do'da narsa. Ketdi bu yoqga, endi to'tilab ham yo'q deydi. Mana xamichoklarni qara, xamichok. Xamiyaklarmi bular? Bu xamiyakmi bu? Xamiyakmi? 30 ming so'm ekan. Kichkinasi 30 ming so'm. Voy, mana mushuchalarni qara. Mushular ne ish bilan? 50 ming. 50 ming? Mushuchalar 50 ming so'mdan ekan, okalar. Mana bu yoqda boshqacha variantlari, bularni paroda zo'r shekil, menimcha adashmasam. Mana buni qarang, chirilligini, kattagina domboqqina bo'lib qolyapti. Sotilayotgandan xafa afsuski. Endi nima deysiz? Hayot shu. Mana bu yoqda to'tilan jinnilari, okey? Hammasini ko'ring. Ko'rsatman buni. Mana bo'ynida konsosi ham bor ekan. Okey, ne ish bilan bular? $250 parasi. $250 parasi. Parasi $250, okeylar. Xullas bu yoqqa o'tamiz. Keyingisi. Mana oka har xil variantlari ko'rsiz bo'ladi, bemalol mana bunaqa variant. Lekin mana miyani qotiradigani shu bo'ladi. Faqat shish qilib asab buzadigani shu-da o'zi. Gap yo'q. Mana bu variantlar ham juda chiroyli ekan. Bananga o'xshaydi, chiroyliligini qarang. Gap yo'q, qo'y. Mana bunaqa variantlari ham bor ekan, oddiy. O'zimizdan jaydari to'tiladi. Lekin miyani qo'tiradigani mana shular-da.
yo'qda bu. Mana qarang, shundoq o'zi yuribdi. O'zi yuribdi. Qanot kesilganmi, uchib ketmaydi. Mana amanisi ham turibdi o'zi. Mana menga nima deysiz? Qo'lim tushlarmigina? Mana nechi pul bu? Sizdan? Nechi pul? 400 dollar. Bu aka qanotini kesib qo'yganmiz, shunda buni ishara qilib qo'ygan. Chiqib ketmaydimi? Yo'q. Nima parasi? Alex. Okalar, Alex para qanotini sal kesib qo'ysanglar, mana shuni bemalol yuzda o'ynab yuradi. 400 dollar ekan donasi. Parasi o'shani sizga 750 larga tushadi agar kishi oladigan bo'lsangiz, primerni. Mana bunaqa variantlari ham bor. Bular ham zo'r. Chem mana oddiydan ko'ra mana baqir-chaqir qilib tashlamaydi. Duvasi ham zo'r. Hop, mana shu shallaqlari shu bo'ladi. Eng shallaq shu. To'g'risi bu. Mana ham yo'lda ham bor ekan variantlar. Namlarni ham ko'rsat. Men bananga o'xshagan. Hamma to'ti yoqdi menga. Aka, mana parasi nechi pul sarulani? 400 so'mmi? 400 ming so'mmi? Parasi 400 ming so'm ekan, okey. Lekin videosini qarang, bananga o'xshaydi chiroyliligi. Voy, mana buni qarang. Aka, nima buni paroda? Siyana. Nechi pul bu param bilan? 450 ming so'm parasi. Chiroyli o'xshagan lekin. Rangi juda idealni berilgan ekan mana shu rangi. Mana boyi ko'rgan to'timizdan. Mana bitta qo'yib ko'rsam bo'ladimi? Mana okalar. To'tini qarang. Vo. Kechina. Nechi pul bu? 600 dollar ekan, oka. Qulog'im tishlab yeb qo'ymaydi. Va qarang, 100 ga olib qo'ysangiz zo'r-ku, o'ynatib, mazza qilib yuradi. Ichib ketmaydi, qarotini kesib qo'yasiz bo'ldi. Mana jiyan. Lekin videosi ham o'zi ham zo'r. Uyga qo'yib qo'yib bemalol o'ynatib yursangiz bo'ladi. Mushudan yaxshi-da bu. Uzroq. Hop, mana bu yerda mana o'shani kichkina varianti. Boyi ko'rdik-ku, hozir yelkan chiqib ketgan. O'shani kichkina variant menimcha. Aka, anu mana kimniki bu? Egasi yo'q ekan, hop. Mayli, voy, mana variantlarni qarang. Rangi qarang, uyg'unligini hammasi bitta chiqdi. Necha ming xil rang. Bir-biriga hech qaysi o'xshamaydi bor-ku. To'tilarni menga faqat rangi yoqadi, to'g'risi. Ovozi umuman yoqmaydi. Nima siz uxlagani bermaydi bu narsalar. Barcha shaq. Ustiga narsa yoqib qo'yib uxlaydi oldin. Lekin tez ko'payib ketadi. Mana bunaqa dublonga olsangiz bo'ldi. Mana bunaqa to'tini uyi bor-ku, mana bunaqa dublonga olasiz. Qapasga qo'yib qo'ysangiz, shunaqa to'ti tez ko'payib ketadi. Bitta tuxum qo'ygan gideta 6 ta tuxum qo'yadi, primerni. Mana bitta mashinaga qapasga yetadi. Shuni olasiz, ikkita part to'ti olasiz, bo'ldi. Sizga gideta part tuxum qo'ygan necha oyda oshib chiqardi to'ti? 3 oydami? 20 kun. Даже 1 oyda oshib chiqadi. 6 ta tuxum qo'yadi. 6 ta tuxum qo'ysa 1 oyda endi o'ylayvering. 5 tasi oshib chiqsa ham 5 ta to'tingiz bor degan. 20 ming so'mdan sotsangiz 1 oyda sizga primerni 100 ming so'm pul keladi. Bu yoqda qanaqa? Mana yo'q ko'ring. Mana bu yoqda ham shu to'tilarning hammasi har xil rang. Mana buni qarang. Mana nima qo'sh? Kanar ekanmi? Ha? Rangini qarang, apelsin rang. Chista li 9. Li 9 rang. Mana bunaqa. Lekin babi to'tilarni aytganimdek faqat rang yoqadi, hatto boshqa narsa umuman yoqmaydi. Ketdi bu yog'i o'zimizning jaydari mesni to'tilarimiz. Mana sal urinib qolgan to'tilarga ozgina pariyatga qo'rish kerak. Men biratlik ikkitasi uxlayapti, mayli, yaxshi dam olinglar. Mana bunaqa variantlar, mana bularni qarang, chiroyliligi. Lekin baba shu aytgandek shunaqa gap. Gap yo'q. Mana buni qarang, boyigidan mana. Boyigi bor-ku. Lekin chiroyli. Ha, mana buni qarang. Mana o'rtadagi katta bor-ku. Lekin zo'r ekana shu. Ha, chiqib ketganini qara yelkamga. Mana hafta janjal, ishkal bo'lyapti. To'ta FC. Ular bir-biri bilan urishyapti hozir. UFC emas, To'ta FC bu. Voy, mana bu undan kattasi bor ekan, Jako. Bu gapiradi bu. Menda shunaqa to'tim bo'lsa faqat so'kishni o'rgatardim. Mana buni suqilot. Qalaysan? Men keldim, nima gap? Qo'lim tishla.
Va mana rangi qarang. Qizil bilan yashil uyg'unligi svetofor degan narsa mana shu bo'ladi. Okay? Har xillari bor, juda chiroyli bo'lib bor. To'talamanga yoqadi. Mana buni qarang rangini. Voy, mashalloh, yam-yashil, prям. Bo'yab qo'yilganga o'xshaydi, lekin o'zini rangi shunaqa. Qoyilmisiz? Yashilligini qarang. Yam-yashil, xuddi bo'yalganga o'xshaydi bunday o'ylab qarasiz, lekin bo'yalmagan, o'zi shunaqa tabiatan to'tilani qarang. Gap yo'q. Lekin baba men hozir endi o'ylayapmanki, bitta yaxshi parodali to'ta olib, shu to'tini полностью ko'paytirib, boqib, mana shunday qo'yib boraman. Qanaqa parvarish qilishlari bo'yicha. Endi to'tini orqasidan ham ko'p pul ishlasangiz bo'ladi. Nimaga desangiz, meni tanishim bor. Meni tanishim bitta seli 3 ga 4 xonani yopib, qo'lni to't xona qilib tashagan, o'shani ko'paytirib sotadi. Mana hafta o'zini anaqalari. Bemalol olib ko'ringlar. O'zini aksessuarlari-da. Naftani hashakili. Hashaki chichi qilib yuraveradigan jinnilar. Vitaminlar mana, to'tilan vitaminlar. Vitaminni dodalari komplekt deganda bu. Bu yoqda aslannoy uylari bilan o'shani aksessuarlari, qapasga qo'yadigan aksessuar uylari. Menimcha men bozorga sal kech kelib qoldim. Cho'ta assortiment kamroq nisbatan. Mana bunaqa aytdim-ku, dublonka olib berasiz bo'ldi. Men dublonkani qarang. Men boqqan payt bunaqa chiroyli dublonkalar bo'lmagan. Faqat to'g'ri o'zimiz panerdan yasalgan dublonkalar bo'lardi. Hozir qarang qanaqalar chiqdi. Mana buni qarang, o'zini domiki bor. Welcome deb eshikdan qilib qo'ygan. Hapdan kirib chiqib bemalol sakrab yuraveradi. Bu yoqda o'sha ishlama yo'q ekan. Nariga qaytamiz menimcha. Mushuklar qatoriga. Endi mushuklarni ko'ringlar. Menga mushuklar zo'r-da, mushuklarni boqay sizlar. Yana aylanib shu to'tini oldik yo'qmiz. Bu to'ti bari menga anaqa qanaqa endi mana qarang. Bari shu to'tiga aylanib yo'qmiz. O'zida. Ну если держать будешь хорошо, yaxshi bo'ling. Hop, okelaman shuni qarang chiroyligini. Mashallah. 1 million 200 ming so'm ekan 6 oylik qiz bola. Mabodo Qoraqamish qush bozorda. Voy shirinligini qarang. Yomon shirin ekan, 1 million 200 ming so'm zo'r lekin mashhur. Kelib olsanglar bo'ladi, hali ham qush bozor turibdi. Bugun 25-oktyabr 2025-yil. Kontaktlarni qoldiraman, Telegram kanalimizda bo'ladi. Kontakt bera olasizmi? Kelib ulgurdinglar, bitta dona 6 oylik qiz bola mushuk. Mamasi ham bor ekan. Bu anaqa tishlamaydi. Ну-ка, bu qanaqa? Bu nima paroda bu? Золотая шиншилла 1,5 миллиона, мальчик 7 месяцев. Zolotaya shinshila degan paroda 8 oylik o'g'il bola. 1,5 million so'm deyishyapti. Lekin buni ham ko'p yoshlik hali o'rgatib olsangiz bo'ladi, bemalol uyga olib bor. Ham qarang chiroyliligini. Ko'zini qara. Voy asal. 1,5 million so'm ekan narxi. Bemalol ulgurib olib qolsanglar bo'ladi. Kontaktlar yo'q, faqat Qoraqamish qush bozoriga kelsangiz topsangiz bo'ladi. Yana qanaqa qushingiz bor? Qush nima? Qanaqa mushuk bor? Маленькийlar emas, mamichi qanaqa paroda bu? То же самое, только мальчик. Ana yana. Voy mamlanchirim. Skoch, 1,5 oy. Skoch-a? Mana skochlarning bolalari qarang. Voy shirinligini. 1 oylik bor yo'g'i 1,5 million so'mdan dotdilar. Bemalol tanlab ko'rib olsangiz bo'ladi. Patishitadnu. Mana bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi, qarang. Bu ham Qoraqamish qush bozorida 25-oktyabrda olingan video. 1,5 million so'm 1 oylik. 1,5 million so'm. 1,5 oylik. Ha, 1,5 oylik narxi ham 1,5 million so'm. Qoraqamish qush bozor. O, zo'r. Mana yana bor. Bu qaysi paroda? То же самое, просто jigar. Mana hozirgina soat 3-yil hozirginiki. Bu ham 1,5 oylik, rangi boshqacha faqat. Bu ham 1,5 million so'm turadi. Qoraqamish qush bozor. Mana chiroyligini. Qayerdan mushu topib yaxshisini olaman deb OLX'dan qidirib yurmasanglar, mana Qoraqamish qush bozoriga kelsanglar, topsanglar bo'ladi bemalol. Mana chiroyli.
Это Mana ma'minisi. Mana ma'minisi ham bor ekan. Bu вообще shirin ekan, qarang. Hozirgi katta ko'rsatdim-ku. Mana pasturga o'shani bolasi. Bu ham 1,5 oylik. Bu ham o'g'il bola. 1,5 million so'm narxi. Okalar, полностью video Telegram kanalida bo'ladi. Bemalol o'tib, podrobniy ko'rib tomosha qilsanglar bo'ladi. Soatni ishingizlar 1,5 oylik, 1,5 million so'm. O'ziga. покажи еще. А? Если хочешь, мы место можешь показать. Da, место покажем. Xullas, okalar qora qamish mana eshikdan shundoq qilib to'g'riga o'tib kelsanglar, mana shu burchakda savdo qilishadi. Hamma mushu har xil kelishtirib qilib beradilar. Bemalol kesib olsanglar bo'ladi. 25-oktyabrda syomka bo'lyapti bu narsa. Hali ulguringlar. Ha? Один себе уже рекламу сделал, больше не приходит. Шухрат. Yo, bunaqa emas. Bizda YouTube'ning kanal. Ютубный канал Шухрат. Шухрат. Приходил, снимал. Уже полгода не приходит. Подписчиков много, видео взлетает. Меня Не, взлетает. резин. Чтоб я- Да, просто обзор у нас. Вот, Но мама, клиенты приедут. Смотри, какая красота есть. Voy, bitta. Voy, mana qarang, pushistый, voy, asalligini. Bu nima paroda, necha yosh? Британская премия. Britanskiy ekan, 3 oylik. Nech pul narxi? 1,5 million so'm. Olsangiz lekin arziydi, mana qarang. Ko'zini qarang chiroyliligini. Voy, asal. 1,5 million so'm, 3 oylik. Mana chiroyli. Qora qamish qush bozor. Okalar. Duxasini kattaligini ham ko'ring mana. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Gap yo'q. Nu-ка. Voy, buni qarang, basharasini, mana. Basharasini qara. Bu nima paroda bu? Britanskiy, bu ham 1 oylik narxi 1,5 million so'm. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Duxasini qarang. Bu ham 1,5 oylik o'g'il bola. Vacha, asal. Это знаешь, у него что было? Bu ko'chkani men sizga hozir tushuntiraman. Bu privatga qora qamish glavniy eshigini, shu bozor eshigidan shundoq kirganingizda, shundoq burchakda opa savdo qiladilar. Bemalol kelib olsanglar bo'ladi. Pastda kontaktlarni qoldiraman. Podrobniy videosini ham olamiz. U Telegram kanalimizda bo'ladi. Hozirgi videoni bemalol YouTube'da ko'rsanglar bo'ladi. Ладно, спасибо вам большое. Hop, bularni ko'rsatdi. И потом Hafta tashbaqalar bor ekan, okey? Mana qarang. Mana. Tashbaqalarni boqib qo'ysangiz, qo'lida yuraveradi, aylanib. Bu ham qanaqandir viduqa beradi. Chiroyli, lekin tashbaqa ham boshqacha jonzot. Mana nechi pul, okey, kattasi kimdan? 50 ming so'm ekan, okey, bor yo'g'i. Bemalol kelsanglar bo'ladi, qora qamish qush bozor. Rahmat. Qanaqami shu buning? Angora, Sotasanmi? Angora, ha? Qani, nech pul? Turetskiy angora? Ha. Shu. Turetskiy angora mana. Oppo, chiroyliligini qarang. 600 ming so'm ekan bor yo'g'i narxi. Mana, okey. Necha yosh bu? Yarim. 1,5 yoshmi? Sal kattaroq olgan lekin okalar. Sichqon yemaydi, faqat toza ko'rim yirgan okalar. Nech pul qilib berasan? 550 ming bo'lsa beraverasan, ha? Nomering nechi? 95lik. 95lik 951. 46 06. 06 46 06 mana. Okey, oppo sal kattaroq ekan lekin. O't oling, o'tasiz. Sal kattaroq ekan. Nomerini qoldirdim, bemalol aloqa qilasiz. Sen telefon qilsa ko'targin. Rahmat. Bo'pti. Hop. Qanaqami shu sandigi? Britanskiy. Assalomu alaykum, aka. Charchasiz, siz videoga olsa bo'ladimi? Qani, britanskiy. Og'irgina ekan. O'ga og'irgina ekan, britanskiy ekan. Voy, ko'zini qarang. Chiroyliligini qarang. Voy, asal. Necha yosh bu, aka? 2,5 yosh. Mana okalar 2,5 yosh ekan. Aqlli. Voy, shirin, chiroyli, kattaligini, og'irgina, где-то 3-4 kilo bo'lsa kerak. Aka, nech pul bu? $50. $50 deyapsiz, to'g'rimi? Nech pul qilib berasiz? Bo'ladiganmi $50?
Mana kan qo'sh. 100 dollar 50 qilib berasiz, to'g'rimi? Okey, nechi nomeringiz? 33lik 834 7007. Havoda aloqa etsanglar, okey, 50 dollar qilib berar ekanlar. Shoshilinglar, okey, Qoraqamish qush bozor eshik tagidalar hozir. Rahmat, okey. Yana mana buni syomka qildik-a. Ha, quyonlarni qarang. Mana bu quyonlar shirin bo'ladi, ha qarang. Qochib ketar ekan, ya tegmaymiz bunga, qochib ketar ekan. Bo'ldi, okalar, ketdik. Xullas, Qoraqamishlarimiz bugun 25-oktyabr Qoraqamish qush bozori Pomsi Padronni mavsumiy kurs chiqdim. Xoling, kelib, hozir shoshib olsangiz, ana shularni olib qolsangiz bo'ladi. Ato uchib ketadi menimcha. Nomerlarni qoldirdim, bemalol aloqa etsangiz bo'ladi. Mana to'tilarni qarang. To'tilarni jinnisi mana yomon yoqdi-da, lekin jak katta ekani. O'tirar ekanda, bu sumrayib o'ynamas ekan. Nima gap? Qalaysan, kesha. Kesha. Mana keshalar. Qo'lim uzoqmasligin. Voy, keshani qara. Sila deyapti. Bo'ldi, silamoman-ku kesha. Zerikisana. Zerikibdi bu, qarang mana o'ynayapti. Ha, bo'ldi, qo'rqma. O'ynayapti, qaranglar-ku. Buni 4000 dollar dedilar desmasam, menimcha. Boy so'ragan edim, 4000 dollar dedi. Mabodo bu ham Qoraqamish eshigining tagida turibdi. Ko'rsang bo'ladi. Bo'ldi, avur. Xullas, okalar bizni bozordan chiqib o'toling. Bozordan chiqib, endi sekin Baraqo'lgani Yoyma bozoriga kelib oldik. Yoyma bozor ham jabr qizuv bo'tdi. Xuddi nimadir tilla topib olaman deb o'ylayman. Nimadirlarni qidirib, ko'lab yuraman deb o'tdim. Xullas, ana bitta atirlar bor ekan. Kosmetika, mesni kosmetika. Mana hamlaga qarang. Ha, telefonni qarang. Telefonga nima deysiz? Alo, Afg'onistonda qilas. O'g'lim. Mana bunaqa varianti ham bor ekan. Komplekt shekil bilmadim. Alo, brat qilib. Videoga qarang, yoshlik-da bular. Yoshlik o'tgan davrlar deydi-yu. Nima deysiz endi bularga? Mana hafta ham yoyman, nimadir taqir-tuqur narsalar bor. Mana shunaqa yoyma narsalarning ichidan xuddi men nimadir qidirib yurgandek bo'laman-da. Mana bilan qarang jana. Mana nima ekan? Bu eshikniki ekan-ku, kristalli nima ekan? Ko'zim mana qilib qo'yib. Mana ham yo'da ham bir bola olaman, taxti nimaga kerak? Tushunmayman-da. Xullas, mana shundan nimadirlar qidirib yuraman-da men. Mana qarang bolg'on. Bolg'on chopib tashlaysiz. Erta Yangiobodga tushib chiqishim kerak ekan-da. Ha? Yangioboddan zo'r tema bo'ladi. Mana anaqalarni qarang. Bemalol o'tirib, uyga olib qo'ysangiz bo'ladi. Taburetkalar yasalgan, tayyor. Hop, yana nimalar bor? Mana bitta ko'p to'la bor ekan mana. Ko'p to'la 150 ming so'm, 50 ming so'm, har xil ekan narx. 150 mingmi? Ha? 150 ming so'm okey, mana ko'p to'la. Endi anaqadan o'tganda nechi pul qilib berasiz buni? Bitta tepib ko'rsam bo'ladimi? Mana okey. 150 ming so'mlik ko'p to'la. Bo'lsin. O, jala. Ha, ko'p to'lani aqlaman-da. Bular 150 ming so'm okey. Rahmat. 150 ming so'm kelsa, kelishtirib qilib beraman deyaptilar yana. Xullas, kiyimim sal chang bo'lib qoldi. No email. Mana, ha, to'playlar. Va u to'play. To'play, brat. Ha, to'playlar ham bor bo'pti. Har xil variantlar. Qo'shinni nechi pul? Mana okey. 50 ming? 50 ming so'm. Yoyma-da. Yoyma bozordan sizga promoy reportaj. Mana aptani ketmon lapatga shunaqa narsalar. Mana tesha. Teshani chaq-chaq chop tashlaydigan narsa. Buni yaxshi omonmi? Hamma narsa borki, oldin rasa qidirgan. Men siz o'zimga yoshligimda ana Kove kola olmoqchi bo'lganman. Hamda lapatgan bo'lishini orzu qilganman kichkina. Voy, jala qotirib tashyapti. Islom. Mana hafta ham qushlar bor ekan. Hozir ichkarida qushlar aylanib chiqdi-ku.
Bitta sama bor ekan, ichida chigiklar bor ekan. Yengil. Norchi nechi pul? 50 ming so'm. Mana norchi. 50 ming so'm. Mana chechiklar 20 ming so'mdan. Chigiklar 20 ming so'm. Rapper. Rahmat aka. Mana qovoqlar, gullar, mana bu yoqda ponstik gullar. Har xil gullar bor ekan. Ha, bu yerda ham qush bor. Mana bu yoqda bujuteriyalar. Har xil variantlar. Men aytaman, shu baraxolkani yaxshi ko'raman-da, ko'lab, deb bemalol. Bo'ldi akalar, xullas bugungi reportajimiz shu yerda tugaydi. Demak, siz bozorni, butun bozorni aylanib chiqib, hammasini sizlar bilan ulashib bordim. Menga obuna bo'lib qo'ying, kolokольчикka bosib qo'ying. Yengilliklar hali oldinda. Ket. Qoraqamish bozoridamiz. Qoraqamish bozorida yoyma eng qiziq tema shu bo'ladi. Mana kanariyaga shu Qoraqamish bozorida nitoli Qoraqamish o'zi yangayotganmi tushsanglar yoymalar qiziq bo'ladi-yu. Ashlar orasidan nimadir qidirib yuraman. Xuddi bir tillami nimadir topib oladigandek. Qiziq, mana o'sha ketishyapti. Sal kech qolib keldim menimcha. Shu yerda ketishyapti. Nima gap, jigarlar? Qaraqa, telefonlar ham bor. Telefonlar. telefon esingda? Ana telefon edi. Express Music. Kim tutgan shuni telefonni? Kommentariyaga yozinglar. Mana bu gaplashmaymiz. Bırakın. Ne olaydı? Bu etmem var. Neymiş Söyle. zaten? Ne var? Neymiş? Otada mı bu? O hoşuna gidiyor.